Ukrayna hökuməti 50 Qərb dövlətinin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında Xitayğa Uyğurlar haqqındakı siyasətini özgərtiş təklif sunuş hərəkəti qatnaşıdığanlığını bildirgan. Bunun bilan ularning Xitay haqqındakı ehtiyatchan mövqisida tüplük özgərişinin bolğanlığı muqimlashgan. Xəbərdə aytilishicha, Kanadaning Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatındakı baş elçisi Bob Ray başlamçılıq bilan tayyorlab chiqqan bayonotda Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Kişilik Hüquq Kengashining Sharq Turkiston haqqındakı dokladda aytilgan ahvollarga bo'lgan andishalar tafsili bayon qilingan bo'lib, buningga 50 davlat imzo qo'ygan idi. Ammo mazkur dokladni munozir qilish haqidagi ovoz berishda Ukraina hukumati betaraf turish mavqesini tanlagan hamda ovoz berish natijasi Xitoyga foydali shaklda oxirlashgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidan keyin Xitoy hukumati vositalik holda Rossiyani siyosiy va iqtisodiy jihatlardan qo'llab kelayotganligi, Ukrainaning Xitoy bilan bo'lgan g'oyat zo'r iqtisodiy muomalasi tufaylidan ular o'z dushmanining eng sodiq ittifoqchishi bo'lgan Xitoy bilan bo'lgan aloqada izchil ehtiyotchanlik mavqesida turib kelganligini, ularning bu qitimqi harakati har qaysi sohaning olqishiga erishganligini, Xitoy hukumati tezdan buningga inkos qaytarib, bu amaliyotda g'arbdagi dushman kuchlarning bizga tuhmat choplash urinishidan boshqa narsa emas deb tuhmat qilishlari, har qaysi davlatlarni o'zlarining ichki ishlariga aralashmaslikka da'vat qilganligini bildirgan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga mas'ul direktori Louis Charbon buni tanqidlab, Xitoy hukumati yillardan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarga tahdid silish orqali ularni qo'rqitib kelgan. Navbatdagi bu yuzlanish Xitoyning bu xil razil, chekidan oshgan usullarining vaqti o'tganligini ko'rsatib bermoqda degan. Xi Jinping muvaffaqiyatli qayta saylangandan keyin diplomatik xizmatini boshlagan bo'lib, asosiy yo'nalishini Sharqi-Janubiy Osiyo ellari ittifoqi davlatlarini Xi uslubidagi diplomatiyaning muhim o'rniga qo'ygan. Vyetnamning bosh raisi Bejingni ziyorat qilgandan boshqa, Xitoyning muavin bosh ministri Han Jingmo Singapurni ziyorat qilgan. Xi Jinping yana noyabr oyining o'rtalarida Indoneziya va Tailandni ziyorat qilishi mumkin ekan. Sharqi-Janubiy Osiyo ellari ittifoqidagi davlatlar Xi uslubidagi diplomatiyaning qiziq nuqtasiga aylangan. 2 noyabr kuni Vyetnam Sotsialistik Cumhuriyatining bosh raisi Nguyen Phu Trong Xitoydagi rasmiy ziyoratini oxirlashtirgan. Bu Xitoy Kompartiyasining 20-qitimliq mamlakatlik qurultayidan keyin tunji bo'lib Xitoyni ziyorat qilgan chet el rahbari. Shundaqla Nguyen Phu Trongning Vyetnam Sotsialistik Cumhuriyati 13-navbatlik mamlakatlik qurultayidan keyingi tunji chet el ziyorati ekan. Xitoy bilan Vyetnamning rasmiy taratqullari e'lon qilgan birlashim bayonotda ikki taraf dengiz, iqtisod va savdo masalasi, Tayvanga qarshi mustaqillik masalasida o'rtaq tonish hosil qilganligini, Xitoy Vyetnam munosabatini texmi taraqqiy qildirishni umid qilganligini bildirgan. Vyetnam, Xitoy, Kuba, Laos va Chaoshan dunyodagi kommunistlar boshqurgan eng oxirgi 5 mustabid davlat ekan. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz cho'ng tipliq Germaniya korxonalarining mas'ullaridan tashkil topgan zo'r ko'lamlik bir ziyorat umikini boshlab, 4 noyabr kuni Xitoyni ziyorat qilmoqchi. Xitoyda bir kunlik ziyarati bo'lgan Olaf Scholz 2020-yili Xitoy virus yuqumi tarqalgandan beri sanoatlashgan 7 davlat guruhidagi Xitoyni ziyorat qilgan tunji rahbar. Shundaqla Xi Jinpingning yaqinda oxirlashgan Xitoy Kompartiyasining 20-qurultayida 3-qaror huquq tutib, hokimiyatini to'liq mustahkamlagandan keyin uning bilan ko'rishgan tunji Yevropalik chet el rahbari hisoblanadi. Lekin Scholzning juma kuni ilib borgan tarixiy ziyorati Germaniyaning Xitoyga iqtisodiy tayinishni azaytishda qanchalik samimiy ekanligiga qarata diqqat qo'zg'ab qolmay, bu ziyoratning Xitoy hukumatining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik qilish va insoniyatga qarshi jinoyat bilan ayblanayotgan bir vaqtda ilib berilishi kishilik huquq tashkilotlarida andish qo'zg'agan. 1 noyabr kuni Hong Kong kuzatish tashkiloti kishilik huquq muhofazatchilarini qo'g'dash, İtaliya Kelishi Huquq Federatsiyasi va Dunyo Uyg'ur qurultayini o'z ichiga olgan dunyodagi 70 ommaviy tashkilot Germaniya bosh ministriga xat yozib, Berlindagi Germaniya davlatlik axborot klubida axborot yig'ini chaqirib, Scholzning Xitoy ziyoratini qayta o'ylashni talab qilgan. Scholz 2 noyabr kuni ziyorat jarayonida Xitoy to'g'risidagi talash-tortishlarga sal qaramaydiganligini bildirib, tilga ilingan qiyin masalalarni, ya'ni fuqarolarning erkinligiga hurmat qilish, Sharq Turkistondagi Uyg'ur xalqining huquqi, erkin va adil dunyo savdosi qatorliq o'tkir masalalarni o'ttirib qo'ydiganligini bildirib, o'zining butkul Yevropa ittifoqi uchun so'zlamaydiganligini, Germaniya tashqi siyosatining faqat Yevropaning Xitoyga qaratgan o'rtaq strategiyasining bir qismi bo'lib qolsa muvaffaqiyat qozonganligini ta'kidlagan. Xitoy birlashma xabarlash shirkati, Xitoy ko'chma xabarlash shirkati va telegraf shirkatidan iborat 3 cho'ng davlat korxonasi ayrim holda Tongshun korxonasi, Jindong guruhi va Alibaba guruhi bilan hamkorlik kelishimi imzolab, birlashma korxona qurgan. Kuzatuvchilarning qarashicha,
Xitoy Kommunistik Partiyasining 20 navbatlik mamlakatlik qurultayidan keyin davlat igidorchiligidagi va xususiy egilikdagi birlashma korxona plani kengaymoqda ekan. Kelar yili texmi ko'p cho'ng tipdagi xususiy korxonalar birlikda tijorat qiladi ekan. Davlat egiligidagi 3 cho'ng telegraf shirkati bilan xususiy korxonalar o'rtasidagi strategiyalik hamkorlik Xitoy Kompartiyasining iqtisodga hukmronlik qiladigan davrning yetib kelganligini, 20 navbatlik mamlakatlik qurultayining doklatiga mos keladigan iqtisodni kontrol qiladigan davrning yetib kelganligini ko'rsatib bermoqda. Kuzning salqin havosida dunyodagi eng uzun yo'lovchilar poyezdiga o'ltirib, Yevropa olib teg'ining ajoyib go'zal manzaralik rayonidan huzurlanasiz. Sizning ko'rganingiz ikki parallel poyezd emas, balki hozir dunyodagi eng uzun yo'lovchilar poyezdi. Bu Shveysariya Ritan temir yo'l shirkatining 29-oktyabr kuni rasmiy ishga kirishgan 100 vagoni bor poyezd bo'lib, umumiy uzunligi 1.9 kilometr keladi. Poyezd olib teg'i orasida qatnaydi. Yo'lovchilar go'zal manzarlardan huzurlanadi. U yo'ldan o'tib ketayotganlarning nazaridagi ajoyib bir ko'rinishga aylangan. Bu poyezd Shveysariyaning Peridadan Belkinga berish musofasiga taxminan 1 soat vaqt ketadigan bo'lib, 48 ko'rik va 22 toneldan o'tadi ekan. Ritan temir yo'l shirkatining boshlig'ining so'ziga qaraganda, bu poyezd Shveysariya temir yo'l qurilganligining 175 yilligini tabriklash uchun yasalgan. Shuning bilan bir vaqtda Shveysariyaning qurilish muvaffaqiyatlarini namoyon qilgan ekan.